Hurmatli kuzatuvchilar, Matiz mashinasini qabul qilganmiz. Bunda bo'lgan muammo korobka qo'ydi, seli. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashina Matiz korobkasi bo'ladi. Buni aybi korobkada do'sh bor yurganda, damazlarni zadnimosi do'shini singari ovoz bor. Keyingi aybi skorsiga g'attilab tushgan. Buni remont qilgandan ko'ra komplekt korobka qo'yib olganimiz ma'qulroq bo'ladi. Mana korzinka pirdosi ham pishibdi. Komplekt korzinka pirdo jimnolarni qo'yib, maha pechimlarni qo'yib berdi. Mana korobkasi seli. Mana Valeyo firmankidan korzinka pirdo qo'ydi. Pechimlar pishibdi, pechimni qo'ydi. Korobkani birolar yog'larni yangilitdi, nikkan yog'lardan. Kimga shunaqa xizmatga keraksa murojaat qilaverasizlar. Bu videoni Matiz mashinasi borlarga jo'natib